Hammaga xayrli kun, qadrli yurtdoshlar va bizni kuzatuvchi obunachilarimiz. Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzalidamiz. Ayni damda peronda turibmiz. Bizda xalqaro yo'nalishlari bo'yicha Rossiyaning 20 dan ortiq shaharlarga borish imkoniyatlari mavjud. Toshkent, Moskva, Moskva, Toshkent yo'nalishi bo'yicha haftada 2 marotaba reyslarimiz bor. Seshanba hamda juma kunlari soat 18:00 da Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzalidan jo'nab ketadi. Agarda sizga ham xuddi shunday yo'nalishlar bo'yicha biletlar kerak bo'lsa, ekranda qoldirilgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib, joyingizni hozirdan biroq qo'ying. Hammani Sobir Rahimov avtovokzalida kutib qolamiz. Kelinglar.